Funksiya paytida yo'l qo'yiladigan qo'pol xatoliklar. Navbatdagi patsientkamiz bizga Toshkent viloyatidan 32 yoshda ikkilamchi bepishlik 3 yil bilan murojaat qilganlar. 2017-2018-yilda tabiiy tug'ruq yo'llari orqali ikkita qiz farzand dunyoga keltirganlar. Yana homilador bo'lganlar. 9 haftada medikamentozniy abort bilan yakunlangan. Keyin homiladorlik kuzatilmagan, eko programmasi o'g'il maqsadida keldilar. Bu ayolimiz birinchi xatoliklar funksiyaga kechroq keldilar va ikkinchi xatoliklari zavqli qilib kelganlar. Biz funksiyada narkoz berib olamiz. Ya'ni bunaqa paytida choy ichmasdan, suv ichmasdan och qoringa kelish kerak. Bular ertalab yengil zavqtirgan emas. Osh yeb kelganlar. Osh yeb kelganlar bizga nimaga to'sqinlik qildi? Birinchi to'sqinligi vaqtimiz o'g'irladi. Ikkinchi to'sqinligi beradigan anesteziyamiz turini o'zgartirdi. Venadan yengil anesteziyamiz, peridural anesteziya berishga majbur bo'ldik va uchinchisi yegan ovqatlari hisobiga oshqozon ichi sistemasida damli bo'lgani uchun bizda funksiya jarayoni biroz texnik qiyinchiliklarga olib keldi. Shuning uchun albatta vrach tavsiyasiga, sizga berilgan ko'rsatmalarga erinmasdan amal qiling. Bir necha bor o'qishga erinmang. Hamda biz undan tashqari videoga olishni so'raymiz. Videoni ham erinmasdan ko'rib chiqishi, tomosha qilishni tavsiya beramiz, chunki bu faqat biz uchun emas, albatta siz uchun kerak.